Bugun sizlarga taqdim qilinayotgan qonun loyihasi bilan tasdiqlanayotgan shartnomaga ham osonlikcha erishilgani yo'q. Imzolangan shartnomada respublikamiz uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan bir qator muhim masalalar o'z yechimini topmoqda. Birinchidan, Qirg'iz Respublikasi hududidagi Andijon suv ombori respublikamiz qishloq xo'jaligi uchun juda muhim strategik obyekt hisoblanadi. Hozirda vodiy viloyatlarimizdagi 175 ming gektardan ortiq hamda Qirg'iz Respublikasining 25 ming gektar qishloq xo'jaligi yer maydonlarini ushbu suv ombori bilan sug'oriladi. Suv omborining sig'imi 1 milliard 576 million kub metr, egallagan hududi 4957 gektarni tashkil etadi. Biz ushbu suv omborini egallagan maydoni o'rniga Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Toshaxo'r uchastkasidan 1019 gektar yaylov yer maydoni ajratishni taklif etyapmiz. Ma'lumot uchun, oldin sobiq ittifoq davrida 4127 gektar yer maydoni O'zbekiston SSR hududidan suv ombor uchun kompensatsiya sifatida berilgan. Suv ombori egallagan hudud hamda to'g'onga xizmat ko'rsatish uchun yana 119,5 gektar maydon Qirg'iziston hududidan O'zbekistonga o'tkazilyapti. O'z navbatida qo'shnilar bilan do'stona aloqalarni saqlab qolish uchun suv omboridan Qirg'iziston fuqarolari ham ayrim maqsadda foydalanishga ruxsat berilyapti. Bu yerda bir masalani aytib o'tishimiz kerak. Qirg'iziston talabi bu suv omborini linzasini 906 metrdan 900 metrgacha tushirish masalasida biza kelishdik. Endi ko'proq nimaga tushirishga ular masalani qo'yishgandi, lekin biza kelishganimiz 900 metrda qoldi. Shunda 1 milliard 578 million kubometr suv sig'imiga ega bo'lgan suv ombori ishlash rejimi tashkil etiladi. Ikkinchidan, sobiq ittifoq davrida suv ombori qurilgan paytda O'zbekiston tomonidan Kamprovod yoki Andijon suv ombori chap qirg'oq kanalini qurib berish majburiyati olingan. Lekin har xil sabablar bilan ushbu kanal qurilmasdan qolib ketgan. Aynan shu majburiyat bajarilmagani bois Qirg'iziston tomoni uzoq yillar davomida katta miqdordagi 8 mingdan oshiq gektar yer maydonlarini o'sha Burgandi massivida o'zlashtirilmay qolgan. Bu esa Qirg'iz Respublikasi iqtisodiyotiga o'zini salbiy ta'siri ko'rsatganini ular ta'kidlab kelgan. Kanal qurilmagan sababli ushbu o'zlashtirilmay qolgan yer maydonlarini kompensatsiya qilib berish maqsadida oldindan bahsli bo'lgan Namangan viloyatining Pop va Chust tumanlaridagi G'ovasoy uchastkasidan 12709 gektar yaylov yer maydoni Qirg'izistonga o'tkazib berilish taklif etilyapti. Uchinchidan, bugungi kunda Namangan viloyati Kosonsoy va Chust tumanlaridagi 27 ming gektardan ortiq qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orishda asosiy manba bo'lib hisoblanadigan sig'imi 165 million kubometr bo'lgan Kosonsoy suv omboridan foydalanilyapti. Qirg'iziston hududida 850 gektar yer maydonida joylashgan ushbu suv ombori to'liq respublikamiz ehtiyojlari uchun ishlatilib kelinayotganligi sababli Qirg'iziston tomoniga Namangan viloyatining Chust, Kosonsoy va Yangiqo'rg'on tumanlari hududlaridan 477 gektar yer maydoni kompensatsiya tariqasida ajratish taklif etilyapti. Chust tumanidan ajratilish taklif etilayotgan 105 gektar yer maydoni Qirg'iziston fuqarolari istiqomat qilib kelayotgan bahsli hudud bo'lgan Qoraqo'rg'on massivi hisoblanadi. To'rtinchidan, demarkatsiya jarayonida tartibga solinishi talab etilayotgan 10 ta uchastka bo'yicha Qirg'iziston tomonidan olinayotgan 429 gektar yer maydoni
o'rniga vodiy viloyatlari hududidan 294 gektar maydonni almashishga kelishib olindi. 5-dan Farg'ona viloyatining So'x tumanida joylashgan, o'z vaqtida ikki davlat chegara oldi aholisi o'rtasida katta nizoga sabab bo'lgan Chashma bulog'i bo'yicha ham alohida hukumatlararo bitim tuzishga kelishildi. Bunda Chashma bulog'idan birgalikda foydalanish, tozalash va boshqa masalalar yechimini nazarda tutuvchi O'zbekiston va Qirg'iziston manfaatlaridan kelib chiqqan alohida bitim imzolanadi.